Akalar, bu 24-maydagi holat. Bu esa bugungi holat. Aka-ukalar, jo'ja deyapsizlar. Jo'jalar bitta tomosha qilinglar. Mana qora Malibuni ballarida. Aprelskiy bular. Joning sog' bo'lsin, 5 kilo 200 ballarida. Mana dastalari. Qo'rqinchli chiqqan bular. Mana ikkalasi Hasan Husan. Mana pilotkasi. Qora baxmal chiqqanda bular aka-ukalar. 5 kilo 200 ballari. Joning sog' bo'lsin Malibuchalar. Mana shunisi juda erkatoyda. Tozaligini qaranglar bular, tozaligini. Mana kvadrat chiqib qo'yganda. Ay, joningdan sallardi. Krassavchilar. Aprelda chiqdi. 16-aprelda chiqqan jo'jalar. Muzilar. Yaxshi ot keyin chopadi deyshadi. Bizdan ot chopish shart emas. Sekin yur bersa bo'ldi. Muhimi o'zi yaxshi bo'lsin. O'sha gap. Asliga nasliga to'q. Akalar, mana 4 talilardan ham ikkita qora, bitta qora qizili qoldi mana. Bardovoy bo'legani o'rtada esa, ikkita chekka esa qorasi. Mana unda Koreya xatlari ham o'zi chiqyapti, otasi koreyaligi. Mana akalar. Uchalasi ham xo'roz. Jonivorlar. Kelishib qolsam beraman bularni ham mana akalar. Tomosha qilinglar. Simayaq, uchalasi ham juda serkalta xo'roz bo'ladi. Hammani omadini bersin akalar. Ona orta fikr yo'qchi. Assalomu alaykum akalar. Mana makiyon. Mana xo'roz. Bu tarafda onasi bunisi qizi. Nasıl bakayım diyeyim, tabağa alıp koyasılar ona bakayım. Xo'rozimda denetayım olsa kerak, Xudo xolasa. 4-yil balasini olishim bu xo'rozni. Tushgan balasi urishyapti. Nimaki yollar. Maşallah, ko'z tegmasin akalar. Bilasanmi nimaga buxgalterni hamma hurmat qiladi? Chunki u yutqazganini tan olmaydi. Oshiqda yutqizsa Akalar, bu uchalasini ham o'zimiz quvay berdik. Ikkita yulduzchadan, bitta o'shanbodan. Akamiz yaxshi rezultatlar qilib yuribdi. Akamiz yaxshi parvozlardan, zotga zo'r tushunadiganlardan. Aka-ukalar, cho'jalarni qaranglar, tomosha qilinglar. Haqiqiy san'at asarimi? Voy joning sog' bo'lsin. Voy krasavchiklar, tomosha qilaman, sakranglar bo'lganlar. Ketdi ketiga. Voy joning sog' bo'lsin. Cho'jalarni qaranglar. Palla olaverasizlar. Bir ikki ikkovini bir joyga olib qo'ygan maza qiladi aka-ukalar. Ketadi bir chekkasiga tashlab qo'ysalar, aka-ukalar xazina saqlaysizlar-da. Mana shu mashinaga munosib bo'lsa topaveringlar, o'yin. Любойga o'yin. Mashinaga munosib bo'lsa.
Bularda xo'roz makonni ajratishni zo'r yo'li bor bitta akamiz. Qana yo'li bor san? Agar katta o'li tuxum qo'ysa, u makon bo'ladi. Tug'masa xo'roz bo'ladi deydi. Bilmas ekanmiz. Men shu yoshimgacha u akani sog'lom deb yurar ekanman. Akani miyasi o'sha karantin paytida uxlab qolgan ekan. Parandachilar tili bilan aytganda kirkib qolgan ekan. Вот это дух, это чемпионский дух. Всем, кто говорит, что он ломается под давлением, что он фронт-раннер, это доказательство обратного. Bunga erishish oson bo'lmadi. Juda qiynaldik, ko'p azob chekdik. Taqdir bizni kichkinaligimizdan qiynay boshladi. Hayotda burilishlar ko'p, Jonpo'lat. Birinchi burilish eng qiyini, eng azoblisi. Xo'roz sotib turganingizda barakani qiladi, ertaga pul tashab beraman deydi, ertaga oyligim chiqadigan deydi, lekin puli chiqmaydi, sizni aldaydi. Telegramdan, WhatsAppdan yozadiganlar bor, aka deydi narxini so'raydi, hamma yo'g'ini bilib oladi-da, vaqtingizni oladi 1 soat, keyin aka deydi nomeringizni tashab qo'ying, ertaga ertalab aloqaga chiqaman deb yozib qo'yadi. Qo'y telefon qilaman ertasi kuni.